Qurbon hayitida uylarda go'sht ko'payganda han so'radi nima ovqat qilsamikin deb o'ylayotgan bo'lsanglar osongina hamda shohona juda mazali taom tayyorlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib piyoz va pomidorini qalinroq dumaloq shaklda kesib olib qaldiga ustidan pergament qog'ozni qo'yib ustiga taxlab olamiz. So'ralgan chesnoni ham ustidan sepib olamiz. Qo'lini shu ko'rinishda tilib olib marinad uchun tuz, qizil paprika, kashnish urug'i, rozmarin barglari, to'ralgan chesnon, 100 gram eritilgan sariyog' solib aralashtirib, go'shtimizni oldida orqasiga yaxshilab surib olamiz. Yaxshilab o'rab olib 200 gradus duxovkaga 4 soatga qo'yib qo'yamiz. Qolmasligi uchun 1 stakan suvni tagiga quyib olamiz. Kartoshkalarni tuzli suvda 3 daqiqa qaynatib olib, tuz, quritilgan chesnon, maydalangan rozmarin, qizil paprika, o'simlik yog'i solib aralashtirib, listga terib, go'shtimiz pishishiga yarim soat qolganda qizarguncha duxovkaga qo'yib yuboramiz. Go'sht pishmagandan keyin go'shtlarni ochib birpas qizartirib olamiz. Sizga shu ovqatni tayyorlab berishni istagan yaqinlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Bolajonlarim, arafa muborak bo'lsin. Bay, buni qaranglar. Voy, bismillah. Juda mazali.